Bir xonali, ikki xonaga o'zgartirilgan kvartira sotuvga chiqyapti do'stlar. Manzili Sizak kanalida Oqtepa Lavash orqasida joylashgan 5 qavatli uylarni 4-qavatdan 2 xonaga o'zgartirilgan bir xonali kvartira sotuvga chiqyapti. Buni kvadrati ham kattaroq bo'ladi, bilasizlar, 36 atrofida. Bu birinchi xonasi, ko'rishingiz mumkin, holatlari yaxshi holatda turibdi. Bemalol kirib yashashga tayyor. Oyoqdagilarni ko'rishingiz mumkin, laminat qilingan, mana chiroyli holatda. Bu yerda mana verandasiga oshxona ko'chirilgan va 2 xonaga o'zgartirilgan. Bu tomoni tashqari podyezddan kirish qismi yaxshi eshiklar o'rnatilgan. Bu yerda umumiy sanuzel ko'rishingiz mumkin, ya'ni eski planga o'xshab tor emas, katta hamma joyi. Bu yerda oshxonani haqiqiy o'rni, bu yerni ham mana bitta xona sifatida bemalol foydalansangiz bo'ladi. 2 xonaga o'zgartirilgan, kvadrati kattaroq, bemalolchilikda yashash uchun juda ham qulay bo'lgan kvartira. Narxi esa ekranlaringda albatta kam bor qiziqqonlar video raqamlariga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Bizga obuna bo'lib qo'ying, sizlarga bundan ham yaxshi narxlar bo'ladi.